Eslang o'zingizni, jahlingiz chiqganda nima qilasiz? Eng kuchsiz odamdan jahlingizni olasiz. Bu ham bo'lsa boladan. Men o'zim shunaqa bo'lganman qachondir. Shunaqa emotsional o'zimni boshqaruvni bilmaganim uchun ham bolalarimdan alamimni olib urardim. Vijdon azobi qayerda desa, ko'p payti bolalarimiz bilan bog'liq bo'ladi-da. Shu bolamga kam e'tibor beryapman, bolamga ko'p urib qo'yaman degan vijdon azobi ayollarda ko'p bo'ladi. Asosan mana emotsional boshqaruvni bilmaydigan. Vijdon azobi bu nima? Vijdon azobi gaplashilmagan, neprogovorenный holat. Ya'ni ichingizda turibdi, lekin ichingizni qiynayapti. O qayerda vijdoningiz qiynalayotgan bo'lsa, boring hal qiling shuni. Kim bilan bo'lsa ham, bolangiz bo'ladimi, otangizmi, onangizmi, hattoki ular dunyoda bo'lmasa ham buni qilish mumkin. Qanday qilib? Uyda, tinchlikda, prosta o'tiringda, tasavvur qiling, to'g'ringizda shu odam o'tiribdi. Hamma ichingizdagi gapingizni va uzuringizni so'rab oling. Rosa yaxshi bo'ladi. Agar farzandingizdan vijdon azobida bo'lsa, oling, yoningizga o'tkazing va ayting: "Men sendan uzr so'rayman. O'shanda shunaqa neadekvat bo'lganman." Muhimi hozir shu narsani tan olish va keyinchalik bunaqa xatoga yo'l qo'ymaslik.